Barchaga salom obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda hardcore rejimda Minecraft o'ynaymiz. Qanday desku tezroq rivojlanishimiz kerak. Men birinchi daraxt chopishdan boshlayman ishimni. Daraxtlarni ham chopib olganman. Bitta daraxt livsiya. Birinchi kirka yasayman. Mayli, birinchi hozirda kirka yasayman. Bitta toporga ham yetar ekan, shunchaki toporni ham olamiz. Yasab olamiz va bu hardcore rejimimizda och qolishimiz aniq, shuning uchun molni olib ketamiz. Bu yerda asalari bor ekan, demak qayerdadir uy ham bor. Daraxt olaman, chunki daraxt aynan bizga hozirda kerakli narsa. Tezroq joy tosh topishim kerak. Biz dengizga yaqin joyda ekanmiz. Kirkam tushib ketdi, toporim tushib ketdi. Tosh mana bu yerda bor ekan, tezroq borib olaman. Men bu qismda uy qurmoqchiman. Xullas shu qismda uy qurmoqchiman. Agar uylanganimizcha meni vaqtimga qarab tushib ketdim. Chiqdim. Yaxshi. Tezroq toshlarni chopib olamiz. Yaxshi, bitta kirka yetadi. Mana uni qo'yib qo'yamiz va go'shtni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu yerdan bitta kirka yasab olaman. Bu kirkaga tosh qaziymiz. Menimcha shuncha tosh yetarli deb o'ylayman. 9 ta. Normal. Bitta topor ham yasaymiz. Birinchi, ikkinchi narsalarni tashlab yuboramiz. 1, 2. Ko'mir topdim. Qanday ajoyib, omadni qarang. Tezroq qazib olishim kerak ko'mirni ham. Iloji boricha menga ko'proq ko'mir kerak. Mana undan bitta olib ketamiz. Olovga kerak bo'ladi. 8 ta ko'mir bo'ldi. Mana ularni ham olib ketaman o'zim bilan. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Bu yerda dengizda orqasida esa hech narsa yo'q. Shunchaki bitta qayiq, biz o'tib ketamiz u tarafga. Qayiq yo'q menimcha. Bu yerda qayiqni ko'zim ko'rmayapti. Demak, o'zimiz yasaymiz. Bunday qilib sindiramizda o'tiramiz. Ketdik. Bu yerda suv zombilari bor ekan. Tezroq sindirib o'tib ketaman. Nimadir meni olibdi. Yangi versiyadagi hayvonni meni olibdi. Uni nomini bilmayman. Bizga aynan yotoq kerak edi. Qo'ylarni o'ldirib olamiz. Yotoqqa qo'y juni zarur edi. Bizda hozircha 2 ta bor. Yana bitta yaqqandan keyin bemalol yotoq yasay olamiz. Mana bu keraksiz narsa. Qornimiz ham ochyapti. 4 ta go'shtimiz bor hozircha. Bu yerdan bir dona qo'y topishim kerak. Chunki tunni o'tkazib yuborishimiz kerak. Agar tunni o'tkazib yubormasam, men o'lib qolishim mumkin. Chunki bizda hardcore rejim. Hardcore rejim endi o'zlaring bilasizlar.
o'tirib turyapman. Mana shu tarafga olg'a ketaveraman, shu tarafga. Mana bu yana bitta yangi versiyadagi hayvon. Hayvon prostaligina dengiz mavjudotida. Yaxshi, biz yangi orolga keldik. Bu orolda qo'ylar bor ekan, yaxshi. Bitta qo'y bizga go'sht ham kerak. Shuning uchun mana bu qo'yni ham urib bilaman. Oba. 6 ta go'sht bo'ldi. Bu yerda esa kurrang qo'ylar. Ularni ham urib chiqaman, chunki bizga go'sht kerak. 10 ta go'sht. Hozircha Vijvaniya narmani ketyapti. Lava topdim. Bu yerni eslab qolishimiz kerak. Oba. Eslab qolish uchun esa shunchaki koordinata emas, biz dehqonchasiga foq qilamiz. Mana dehqonchasiga siyla. Yana bitta qo'y spawn bo'libdi. O'zidan ko'rsin, spawn bo'lmaslik kerak edi. Mayli. Mol. Bizga molning anaqasi kerak, ko'zasi. Ko'zasidan hali ko'p ishlar qilaman. O'lmadi. Ketaverdi. Hozircha normalni ketyapti Vijvaniyamiz. Shu yerlardan ham uy qursak bo'lardi, lekin bizga qishloq juda ham zarur. Agar qishloq chiqsa, shaxta bor ekan, keyinchalik shaxtaga kiraman. Bu yerda o'rmonzor sharoit, lekin yaxshi. Suv, o'rmonzor, lava. Lekin bizga qishloq o'ta zarur. Mayli, hozircha ovqatlarni yig'ib olaveramiz. Shaxta bor ekan bu yerda. Shaxtaga keyin kiraman, boya aytganimdek. Biroz taxta ham yig'ib olishim kerak. Uy qurgani hozircha oddiy taxtalardan yig'ib turganim yaxshi. Shu vibratsiyani o'chira olmadim nastroykadan. Kim agar vibratsiyani o'chirishni bilsa, kommentariyaga yozib qoldirsin. Men unchalik tushunmayman. Kuchuk topdim. Afsuski menda suyak yo'q. Bizga kakras go'sht olib qo'ygan ekan. Qornimiz ham och qoldi. Tezroq mana buni qo'yib bitta pechka va pechkani ichiga go'shtni solamiz. Bu yerda mol bor ekan. Toporimni ham yangilab olishim kerak. Chunki toporim ham eskirib boshlayapti. Tovuq normal. Aniq men endi ochlikdan o'lmayman. Bu yerda ham qo'y bor ekan, lekin ketishyapti. Sirrazi uxlash menimcha yaxshi hisoblanadi. Mana bu it menga qarayapti. Bekor bermasligimni o'zim ham bilaman. Qornimiz to'ydi, endi esa yotib uxlash kerak, zombilar spawn bo'lmasida. Lekin hali ham yotmayapti. Normalni yotdi. Biz uxladik. O'sha Vijvaniyani boshlaganimizga 9 minut ham bo'libdi. Ovqatni olamizda. Mayli. Senga bitta. Mana bu yerda kimdir o'ttirsa masalar ekan. Nima yemaydimi bu? Nega kallasini ana qilib turibdi? Bilmadim. Kelajakda seni kelib olib ketishim mumkin. Mana bu yerda tayyor go'shtlar yugurib yuribdi. Bu yerda qo'y ham bor edi, adashmasam. Yo'q, shunchaki yo'q bo'libdi. Minecraft yangi versiyalarida shunchaki yo'q bo'lishni yaxshi ko'rishadi qo'ylar va mollar. Menimcha Herobrine olib ketgan. Herobrine. Keyin qolganlarni keyin pishiraverman.
hozircha verstakni qo'yib tursam zarar qilmaydi. Chatga kirib ketdi. Hozir bitta nima qilaman? Bitta tapor yasashim kerak. Taporga esa tosh yo'q. Sinib qolmasa deganman, agar sinib qolsa bo'lmaydi. Hozircha peshkom shiyalan bosib qo'yaveramiz. Dengiz orqali ham menimcha yurish payti keladi. Men nima dedim? Keldi. Fisya. Endi dengiz orqali yo'lga chiqamiz. Shunchaki qani unda olg'a. Hayır, olman lekin uy qurgani yaxshi joy ekan. Kommentariyga yozib qoling, agar shu joy ham ma'qul bo'lsa, men shu yerda quraman. Tezda joylar chiqyapti, orollardan esa men shakar qamusini olib ketaman. Menga eng kerakli narsalardan biri. Kutubxona qilaman. Yoppa. Cho'kib ketdi. Biz cho'kib ketmadik, muhimi biz cho'kmadik. Hozircha vizivaniyamizdan yana ketyapti va taporim ham sindi. Lekin hali qayiq singani yo'q. Endi sindi. Qayiqni ham olib qo'ysam ham bo'ladi. Hozir nima bo'ldi? Lekin men sindirganim yo'q. O'zidan sinib ketdi. Qaladi. Mana bu qo'yni olib ketamiz. Mana bu daraxtlarga ham e'tibor berayotganingizni men ichimdan bilyapman. Uni kelajakda ekaman. Xudo xohlasa, mana bu yerdan bitta tosh olib ketaman. Nimagaligini keyin o'zlaringiz tushunib olasizlar. Albatta, mana bu yerda laboy bor, menimcha desam yo'q, shunchaki shaxt ekan. Va tapor qani? Men u bitta toshni olmagan ekanman, bilmadim. Shunchaki yasab bo'lmadi. Tapor silo. Yaxshi. Endi mana bu molni olib ketaman. Minecraft qotyapti nimagadir, lekin sizlarga bilinmasa kerak, chunki Zaps Pro Max yaxshi ilovalardan foydalanaman men. Shu yerlar ham uy qurgani ajoyib joylar ekan, lekin bittan biz yaxshi foydalana olmaymiz, chunki o'rmon yo'q, qishloq yo'q muhimi. Men bugun yo qishloq topaman yoki uy quraman. Men agar hozirda kichikroq uy qurib qilsam ham bo'laveradi, lekin qishloq o'ta zarur. Agar qishloq topsak, rivojlanishimiz o'ta tezlashib ketadi. Hozir chiqqan go'shtlarni olib ketaveraman, qo'y bachchalarni urib, ko'zimga vashiyatda boshqa narsalar ko'rib ketyapti. Menimcha soat hozir 10 bo'ldi, kech paytga yoki 10:30. Boshqa biyom nomi esimda yo'q. Cho'l bir biyomi. Savanna deydimi? Xullas o'shada, qarachim. Bu yerda qishloq bo'lishi ehtimoli ham katta. Tushib ketishimga sal qoldi, lekin tushib ketmadim. Omad Pro Max. Mayli, bu tovuqni bachasi bor ekan, farzand tuvog'i. Urmaymiz. Yashasin bemalol. Bilib. Hozir biz xat ko'rdamiz, tushishga hali erta. Deb hisoblayman o'zim. Mol bacha topdim. Bu yangi mollar ham bir xil go'sht berar ekan. Bir yangilik, o'zgarish yo'q. Lamalar bilan bir-birini otishtirib qo'ysak ham bo'lmay qoldi.
Oh, nimagadir hali ham qishloq chiqqani yo'q. Omad nimagadir kelmayapti. Lekin shaxta bo'yicha omadim ancha yurishgan hisoblanyapti. Opa, sariq tovuq. Yo'limizda davom ettiramiz.